Alisher Navoiy 1441-yilda 9-fevralda Hirotda tavallud topdi. Alisher Navoiy Hamsa dostoni sof turkiy tilda yozilgan. Hamsa dostoni 5 ta dostondan iborat bo'lib, birinchisi Hayratul Abror, yaxshi kishilarning hayratlanishi, ikkinchisi Farhod va Shirin, ya'ni ishq va muhabbat dostoni, uchinchisi Layli va Majnun, sadoqat dostoni, to'rtinchisi Sabbai Sayyor, ya'ni 7 sayyora, Saddi Iskandari, Iskandarning devori degan nomni anglatadi. Navoiy bobomiz umrining oxirida, ya'ni 1500-yilda Mahbub ul Qulb, ya'ni ko'ngillarning sevgani asarini yozib qoldirdi. Ko'z birla qoshing yaxshi, qabog'ing yaxshi. Yuz birla so'zing yaxshi, dudog'ing yaxshi. Eng birla menging yaxshi, saqog'ing yaxshi. Bir-birni deyin boshdan oyog'ing yaxshi. Charx tortib, xanjari hijron bo'tun. Qo'ymadi bir zarra bag'rimni butun. Dunyo borib bizni behol ayladi. Ne baloli yer emish yo Rabb bo'tun. Kimga qildim bir vafo kim, 100 jafosini ko'rmadim. Ko'rgizib 100 mehr, ming dardu balosini ko'rmadim. Kimga boshimni fido etdimki boshim astig'a, har tarafdan 100 tuman tig'i jafosini ko'rmadim.